Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. To'rt muchamiz sog' omon his etdik shod o'zimiz. Olib turibmiz nafas, ochdik yana ko'zimiz. Tirikmiz, yashayapmiz, uzmabdi rizq ro'zimiz. Yangi tongga yetkazgan Allohimga ming shukr. Oila davrasida bo'lib hammacha muljam, qilayapmiz nonushta emas biror narsa kam. Nechoq xushnud xursandmiz, naqadar go'zaldan yangi tongga yetkazgan Allohimga ming shukr. Baxtiyormiz, ko'nglimiz zavq shavqqa to'lib toshar. Bolalar maktabiga, kattalar ishga shoshar. Hur hayotga yana ham muhabbatimiz oshar. Yangi tongga yetkazgan Allohimga ming shukr. Qo'ymaylik xatoga yo'l, ezgu ishlar qilaylik. Nur Muhammad mehrni oqibatni bilaylik. Iymonimiz bo'lsin but, ziyoga intilaylik. Yangi tongga yetkazgan Allohimga ming shukr. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.